Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatda ishimizda ham xudo xolasa yakunlab beryapmiz. Bu ishimizni marhamatda qilib yapmiz. Mana xudo xolasa mana zardevorlarimizni o'rnigan turnikamizdan chiroyli qilib qatiramiz. Xudo xolasa ishimiz albatta bitgandan keyin ko'rib baho berasizlar. Bu esa mana robotxonasiga xudo xolasa bitta baho beringlar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, sizlar vodiydan kelib bo'lsanglarki 93 kodi bilan 067 1144 raqamlariga aloqaga chiqib buyurtma bersalar navbatda xonadon sizlarga bo'lishi mumkin. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, pianinali shaklda qilib endi hozir ruslara qo'yib beramiz bu yerga. Mana bu yerga mana chiroqlarimiz o'rnlarini teshib pianinadan ham mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa go'zal holda qilib yapmiz. Bu esa mana ichkari tarafi. Otabekka topdi. Ichkari esa mana tarnovsini 1 metridan 60 ming so'mdan tarnovsini o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa mana bu joylarimizga ham ahamiyat berilib, ustalarimiz tarafdan bitta bomba bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa ta'larni ham mana chiroyli qilib qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Bu tarafi ham bor obunachilar. Xudo xolasa bu xonadonimizni hali bu tarafi ham xudo xolasa liniyalarimiz ham o'ta go'zal. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha go'zal holda qilib beryapmiz. Oqqa mukli rangidan foydalanyapmiz. Bu joyimizda obunachilar fasadlarni ham qilamiz deyapti akamiz. Xudo xolasa fasadlarimizni ham qilsa albatta joy Ramil Gul. Davay. Jiga. 93 kodi bilan 067 1144 raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Mana obunachilar, bu tashqari tarafi birinchi ko'rsatgan yonboshi ham bor. Hozir ana ko'rsatamiz. Ishimiz уже yakunlanib qolyapti. Bu esa mana obunachilar tashqi burchak. Xudo xolasa go'zal holda qilib hali ak fikslangan yo'q. Hali bu yerga ham qo'yib cho'tki qilib bitadi. Bu esa mana yonbosh taraflari. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Baho berib turasiz, ishlarimizni kuzatib borsanglar. Xudo xolasa mana devorlarning polni fasadlari ham bo'lsa, albatta bularni ham joylaymiz.